Assalomu alaykum. Qo'qon shahar Yangi bozor agrotexnika do'konimizdan video obzor qilyapmiz. Mini traktorlar, har xil narsalarimizdan keldi. Yangilik samodelka, jodu drabilkalar, zavodskoylar hammasidan keldi. Lentali so'raganlarga lentalilarimizdan ham keldi. Ko'p akalarimiz integirmon so'rashgandi. Damashni integirmonlarimiz ham keldi mana. Uyga ishlatiladigan variantidan kilometr 50 kilo chiqaradi soatiga. Motorlari 6,5 kilovat 3,5 ming оборот, katta motor qo'yilgan. Haqiqiy zavodskiy Xitoydagi optim narxlarda qilib beriladi. Soatiga 50 kilo chiqaradi. Makka bug'doy chiqaradi. Integirmon unda chiqaradi. Aksariyat shu обычный uyga ishlatgani unga olishadi. Soatiga 50 kilo chiqaradi. Ichlari qanaqa bo'ladi deshadi. Ichlarini ham ko'rsatib ketamiz. Mana ichlari ham shotkalari bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi ichi. Ichida o'zini shotkasi bo'ladi, lentasi bo'ladi. Bu yirtilib ketadimi deb ko'pchilik savol beradi. Bu yirtilmayganidan. Bu yirtilmaydi. Buni ichida shotkasi bor. Mana shotkalari turibdi, ko'rishlaring mumkin. Mana shu shotka unqib chiqarib beradi. Bu yerda ezaygan joyi bo'ladi. Ana shu ezib o'zi to'g'rilab beradi. Xo'p, ishlash jarayonlarini mana ko'rsatib o'tamiz. Ishlashlari zo'r, motori 6,5 ga 3,5 ming оборот. Katta motor qo'yilgan. Ishlashi mana shu holatda. Bunga bug'doyni solgandan keyin ishlatganingizda ovozi bo'ladi. Chunki mana yerda ezib beradigan joyi bo'ladi. Ezib unqib chiqarib beradi. Unqib chiqargan joylarimiz ham bor. Ana shu video davomiga ulab qo'yaman. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 5 million so'm. Optim narxlarda qilib beriladi. Dastlabkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Uchirib. Videoni o'tkazdirmasdan oxirigacha ko'rsalaring, ishlagan videosini un chiqargan joylarini ham qo'yamiz.